biz hemrah, gamlaringizga biz hemrah, gamlaringizga biz hemrah, biz hemrah. Ekran oldida ko'rman do'stlar, naq maydonda tomoshabinlar. Ko'rib atqaninglar, gamlaringizga biz hemrah programmasi, men program riyosatchisi, yaqin do'stinglar Odil Hamid. Anda qo'ysa, bugun programmani boshlashdan oldida bugungi bosh personajni men bir tanishtirib o'tsam, bugungi alayda sanimizning bosh personaji. To'xtang riyosatchi apandim. Oy, siz buni sevgindagi barliq kishilarni tanishtirdigan buni girimlik so'zlaringiz bilan men tanishtirmoqchiman. Bu siz birdan to'xtab turing riyosatchi apandim. Eng yaxshisi men xalqimga o'zim bayon aylay. Qarshi olamiz. Unda qo'sh bugungi aziz mehmonni o'zi bayonlash taklif etamiz. Qani marhamat. Hürmetlik, izzatlik, kelishgan, güzel hanım kızlar, efendiler. Hemminglarning her joy her vaqti xayrlik bo'g'isi. Men sizlarning yiroqdagi yaqin do'stinglar, shundaqli sirdishinglar To'shay muallim bo'laman. To'shay muallim qarshi olamiz. Anda qo'ysan maylamış To'shay muallimning To'shay degan ismiga nayt qiziqyotdi deyman. Shundan shaxsan men shunda qiziqyapman. Anda qo'ysa To'shay muallim, siz mush To'shay degan atalg'i to'g'risida ozroq bir to'xtalib beramiz. Bo'ladi. Siz odatda yo'l ma'amsiz? Ma'aman. Nima bilan ma'asiz? Tutum bilan. To'g'ri. Demak, yo'l mengishmi davr bilan tang ilgirlab mengishni ko'rsatdi. Yig'inchoqliganda biz taraqqiy qilish uchun bir jup putimizga tayansak, shunda. Munu To'shay dal bu putni qo'g'dig'ichidir. Barhaq. Shunga men qandaqdir shiblit petinga o'tak chuhay deganlarni qo'llanmasdan To'shay degan so'zni qo'llandim. O'zgacha tafakkur, o'zgacha tafakkur. To'shay ro'yini tushunamsizlar? Tushunamiz. To'shay ro'yiga tushunamsizlar? Tushunamiz. Haqiqatan ma'nosi chunqur ismkan. Hammalar bu To'shay degan gapning ma'nosini tushundikan. Ana qo'sh bu yerda bir savol paydo bo'ldi. Men sizlardan so'rab baqsam, nima uchun To'shay ro'yiga agsizlar? Buning sababi nima? Mana bu qaydasi deman. Qani siz so'zlab bergan qani marhamat. Avval o'zingizni bir tanishtirib o'ting. Men bir Navoiydan Navoiy. Ismim Nadir To'qash. Voy, taxallus qiziqkan Meni bu guruhda To'shay To'qash deb ataydi. To'shay To'qash. Qani men mushu noni qotqashdan mush to'yg'usi to'ni ochib ketibdan Opla. Shu uydagilar meni doktorga olib boribdi-dan Shuni saqib chiqqandan keyin doktorlar meni to'noni qishib kelma dedi. Nimishqa? Chunki to'noni qishib kelsa meni to'qsoq etib ndab qolganman. Voy bu to'nurning qishib kelsa qandoq sizga to'qsoq o'tadi? Bu menda gapdan biz o't qalaydigan to'ni ishlatmaymiz-da. Biz to'qsoq to'ni ishlatamiz. Esim qursin. Hozir rosaliqi muhit asrash ta'kidlamadi to'g'ri. Jamiyat taraqqiyot emasmi? Shunda. Siz buni bilmasligingiz qaraganda To'shay kim ekansiz-da? Men To'shayning uyiga kelgachga shunga. Qiziq ekansiz. Shuning bilan men kasbimda ayrilib qoldim-da. Shuning bilan kasbimda ayrilib qilib, qanday qilishni bilmay turgan vaqtimda. Bunda To'shay ma'lum. Menga uchrab qoldi-da. Muhim vaqtda. Shuninglar bu to'qsoq qilayotgan qatmal kallamni qizib ichib qilyapti-da. Ichib qilyapti. Shuning bilan men nurg'ulg'an vaqtlarni chiqarib, uydagilarga deb, shu To'shay ma'lumning mahsulotlariga 30 million nafas ag'izdim. 30 million, ko'raman do'stlar. 30 million. Bu pulni undaq oson qaytarib kelgan bo'lmaydi. Shunda. Bu hammamizga ayon. Lekin biz To'shay ma'lumga ishonamiz. To'shay ma'lum siz mi ishonsiz? Mamshindo. Siz nima ishlamaysiz? Siz cho'qim To'shay ma'lum ishonishingiz kerak. Siz bizning guruh kirsangiz, To'shay ma'lum nurg'ulg'an setik taktikalarni sizga o'rgatib qo'ydi. Ham bizga o'xshash qaltis, kunda To'shayga ketgan odam bo'lalaysiz. To'shay ma'lumni ishilsangiz, hargizmi ziyon topmaysiz. So'zim tugadi. So'zingiz tugadi. Rahmat. Shunday yaxshi so'zlab berdiz. Qani marhamat. O'tirsangiz bo'ladi. Anda qo'sh ko'raman do'stlar. Hamda bu qizni to'xtang. Men o'zim deb beray. Biz To'shay ma'lum guruhida qanday kirib qolganimni, biz To'shay ma'lum guruhida kirgandagi qaysi bosqichlar yetib ketgan, hammani o'zim deb beray. Bo'ladi. Qani. Mening ismim To'singul. Meni bu guruhdagilar To'shaygul deb ataydi. Qarshi olamiz. Men bu yilda o'shaning 3-yilligiga chiqdim emasmi? 3-yilligiga chiqdingiz.
Şunun bilan biz desa to'shayman uchrashdim burun. Men ash o'zimning turmush xarajatini, ash o'qish pulimni, hamma turmush xarajatini hammani ish qilib, ash uydagilardan oldim danga. Ash uydagilarni ilib, uydagilarni qiynab, ash uydagilarni qiynamsam ekan deydigan o'yin bek. Shunda bek g'oyat ashday zo'r o'yin batdi qarang. Barakallah. Şunun bilan ash o'z oldim savdo qilib, boyib ketay deb o'ylagan kunlar, shu xiyollar qilib yurgan kunlarning birida, biz to'rdim, To'shay muallimning leksiyalarini anglab, so'zlarini anglab, noit ta'sirlandim. Shunchalik qoyil bo'ldim To'shay muallimga. Shunchalik qoyil bo'lganimdan 2 yillik o'qish pulimni, 6 oylik turmush xarajatimni, jam 18 ming degan ash pulni yig'lab hammani To'shay muallimga berdim qarang. 18 ming yuan. To'shay muallim meni shunchalik ta'sirlanib, menga 20 ming yuanlik vakolatchilikni berdi. Mana emsa, Men To'shay muallimni ash maktabimdagi o'qituvchilarimdan bakrab chum ko'raman. Shunchalik hurmatlayman. Shuning bilan Mishani rahmat aytaman. Mana. To'shay muallim, rahmat. Japa chekdimiz. Qaytib kelsam qarang. To'shay muallimcha, menga sitmagan mollarni birisini biz sitib chiqarammiqinim bilan. Men shuni ishonmanki, ash mollarni sitib chiqarib qolsam, men cho'qim bek cho'mbay odam bo'lib ketaman. Ash oilamni biqib, o'zimning qishqirajitini mishig'ib. Hammalar ishonmas. Men To'shayro'ni ishonaman. To'shayro egilmasdi. To'shay o'xshaydi. Qanday o'xshaydi? Egilib qolsa sinmaydi qoldi. To'shayro'ni ishitgan bo'lsangiz, siz cho'qim mendek boyib ketasiz. Yaxshi. So'zimda. Tugidimi? Ma'qulman qaytaya. Rahmat. Shundaq hissiyat so'zlab berdiz. Sizning arzu armonlaringizning tezroq ishini umid qilamiz. Anda qo'sh hurmatli ko'rman do'stlar, hammalarning diqqatimiz xonimga tushdi deyman. Anda qo'sh biz azroq bir suhbat elib berib baqili. Xush keldingiz. Siz mush To'shay muallim bilan tanishqilay qanchalik bo'ldi? Andan mush jarayonlarda To'shay muallim sizga qanday darslarni so'zlab berdi? Mush to'g'riliq bir so'zlab beraman. Bo'ladi, men so'zlab o'tay. Men o'rnimda tursam malani ko'rib paskira. Ko'rdi. Mening ismim Oltingul. Oltingul. Bu guruhda odati meni Oltunxon deb ataydi. Oltunxon, ismi jismiga loyiq. Ya'ni mush To'shay guruhining oltin vakolatchisi bo'laman. Oltin vakolatchi. Oltin vakolatchi deganimiz men qarang riyosat chapandim. Ya'ni mush To'shay guruhiga eng zo'r mablag' sog'ichi bo'lib hisoblandi. Qancha pul mablag' soldingiz? 200 ming. To'shay muallim. 200 ming. Men To'shay guruhiga ishinaman, bular menga ishonadi. Aslida uyda o'tirgan xotindim. Shunda. Hozir ko'chaga chiqib, men ko'rdinglar mana. Ko'rgansizlar? Butun badan liq oltin bilan to'lgan. Mushta oltin bo'lib ketdim. O'z oldimga egilik tiklaydigan bir xotinga aylandim. Men To'shay guruhiga ishinaman. Bundan keyin tang taraqqiy qilamiz. To'shay muallim. Mana To'shay ruhi degan mana. To'shay ruhi haqiqatan bir egilmas ruh. Mana mening o'quvchilarim degan mushunda qaltis. Mana, biz sizlarni herkes namet koymayız. Belki To'shay ro'yini ko'plab bayon qilish uchun kuch chiqaramiz. Bizda orzu bo'ladigan pol cho'qimizda izlab keladi. Mol dunyo, boylik cho'qim ishigimizda chekidi. Men bugun mushundaq qimmatli odamlarim bilan mushundaq qimmatli so'zlarimni, mushundaq qimmatsiz sakni bayon qilganligimdan intayin xursandman. Ishonmanki, rahmat. Ishonmanki, To'shay ro'yi men orqali sizlar orqali barliq To'shay qo'llovchilarga yetib borsin. Ekran olasiz. Ya nima qarab tursiz? Darhol To'shay ro'yiga aytishingda To'shayliklarga aylanib, To'shayliklar sizni hargiz davom etmaydi. To'shay ro'yi. To'shay! Programımız nəhayət yaxşı davam etdi. Azraq ilanlarımızdan yana qayıtıb kelimiz, kanalını yötkəmən ilanlarımızı sarıqıl. Anda qo'sh ishkanlar, tömən keçib tursanglar bo'ladi. Rahmat sizga To'shay muallim. Sizlarga rahmat. Siz bilan yana azraq bir suhbatimiz bor. Jindek o'tirib beraman. To'shay riyosat chapandim. Sizlar davomli suhbatinglarni davom qilaveringlar. To'xtab turing. Riyosat chapandim. Sizlar davomli suhbatinglarni davom qilaveringlar. Men yana öz arzusunu amalga oshirish uchun tirishayotgan shu kishilarning yoniga boray. Ularga leksiya so'zlab beray.
Ulanın kollisi içilişki muhtaç. Şunda. Ben ulanın kollisi içip yeni aletki akili bana emasman. Şuna bana ruhsat kılsanlar ben şeye baray. Toşay malım. Yani bir az vakit çıkırıp yapsanız bulamdı. Neymiş ka? Şu sizlarning yaxshi izlaringlarni biz ko'plab jiqlagan odamlarga texim yaxshi tashviq qilish uchun programmamiz yana ozroq vaqt qo'shib berdi. Bo'ladi. Men sizlarning to'shay ro'yini qo'lga olinglar. Shundaqla mush programmani ko'plab tarqatganliginglar uchun vaqt chiqaray. Menimcha bu pek yaxshi fursat. Rahmat. Qani. Bo'ladi. Ekran oldida ko'rman do'stlar, naq maydondagi tomoshabinlar qaytib keldik. Ko'rayotganinglar g'amlaringizga biz hamra programmamiz nayt yaxshi davom etadi. Mush munosabat bilan To'shay Ma'lumga rahmat aytamiz. Oltindek vaqtini chiqarib programmamizda o'ltiribdi. Yana ishlarga utuq terik salomatlik tilaymiz. Ash mollarning ko'plab setib chiqarilishini umid qilamiz. Ana qo'sh tovanda navbatda. Mush qishimda o'tgan Oltin Ay xonim, ya'ni Oltin vakolatchi Oltin Ay xonimning yo'ldishi Tursun To'xta apandimni mush sanimizga taklif qilib olgan bo'lsa. Mana öz taqdirni bana topshirish uchun kelayotgan yana bir aqam sahibi o'xshaydi. Ayoli 200 ming yillik vakolatchi bo'ldi degan gap. Balkim yo'ldishi 300 ming yillik vakolatchi bo'lishi mumkin. To'g'ri, buningga bir nima demakdasiz? Men bu qirdishimizni saqlab turay. Marhamat. Amma ağzına Toşay'da sat. Hay. Ma. Ay dadısı nima bo'ldi? Ay Toşay. Ay. Ay dadısı. Bırla mı ne? Bu. Özünüz bismillah. Efendim, papallık qilma. Papallık bilan hech qanaqa ishni yaklaştırgılı bo'lmaydi. Mening siz kitap o'qimagan. Yakın bo'lsa mingizning bir yeri qatmagan bo'lishi mumkin, ha? Amma nim deytim ama. Hay. Ma xotlamdan 200 ming pul ne qapadın sen? Ha? Ey dadısı, nima deydi ki debdim emeğe kilağa. Nima? Ay, öydiki malla asmanda toku çıkıp qalğanma. Aşın hemimiz 200 ming koyluq mal dadısı. Nima? He? Aş öydeki yıllap durup gelsem çaşkan mı yakın gelip kalan aşmallarım 200 ming koyluq malmaydı ha? Ey dadısı, hey kilağa. Baca, necep çilemiş çıkardınız. Nima oldu? Oturun çekirmayım ya da. Hey dadısı. He? Ma o qarang, men sizga obdan tushuntirib o'tay. Men naq maydondan taqib tutgan programma, bizning urug' tuqqanlar, to'sbradarlar ko'rdi. Ma yuzimiz sert emasmi? Ha, bir tuzlab o'zingizni, chaqirmay. Qarang dadisi. Ha. Uydik malcu dadisi. O degan bir vosita. Asos maqsadimiz ko'plagan xaridorlarning mingisini yuzib o'tish. To'g'ri, darvoqa shundoq. To'xtang, ashlarni ko'plagan xaridorlarni jalb qilish, To'shay guruhiga yig'ish. Baxtga erishtirish To'shay Ma'lum. To'g'ri, darvoqa shundoq. Dadisi. Ay sen jim oturun bakma. Ey. Kallısını her çok okan peplik saran kutan. Amma. Ay. Sen teknin kallısını açtma. Yeni binası kıtmı geçeceğim. 200 ming koyunu yandırıp gitmiş. Uyumuzda bir terakki kıldı sana olmam. Ay bunda otasınız qanda taraqqınız keş taraktur edip jimeysiz dadisi. Ma çoğ maşınlarını eydeymiz. Hey. Sen toktumay. Ben tapkan pulunu tok. Kendi tatlıganda tatlıversen kanda bay oldu da. Efendim, sizden bana kelgisilik bana güzel arzu ormanlarınız yok mu? Ay huyanda kuruk yaplarına. Ma kuruk yap emez. Emili hareket lazım uktun ma. Ma ben sana dapkay. Büyük ma 200 ming koyuna kaytursan mı o kaytursa. Kayturmuşsan mı kaytursa boğmaytkan boğazı gelin desep atma pulunu ben. Hay, tıpırak ilgisi. Bana bundak namuap sözler bilen benim dilimga azar vermem. Ben diyen mutbekkür. Faylasuf, özden arzusunu əməldə aşırğan, başqalarım yardım. Ay, ekilene mana. Hey, ben sizden kandak adam buluşumdan benim nimi karıma. Ma pul lazım, pul ma 200 ming brana. Tursun To'xta efendim, özünüzü bilib, qanday gap bo'lsa, bir başdan o'ltirib paranglashmaydimi? Qilqilinglar bi. Özünüzü bilib, aldırmay başdan so'zlanga. Zaten nemish oldu? Ma'qul, men sizga başdan başlab bir gap deymoqman. Ma xotun, ma To'shayning ve şimdiki iş tok lisesini anlap ma kalız yulap. Yaman bek pul tak sıkıp gitti. Şunlar bulap da desem kandak dedim hem sen. Kanakta. Mas bir yaz yapatan terip satkan paktımızdan 200 ming pulunu Mahmut'un ep koygun da bezem. Mahmut'un ma To'shayning çöntüki tık koygun gap. Şununla ma To'shay amıgan dükkanı tüzlük sanmıgan mallardan aşı bir maşını malını uyumuzga kirip düşürüp koydu. Ya o malı Mahmut'un setip çıkırıp atmadı. Ya saçka yap tügütüp atmadı. Şununla ma 200 ming kudu küçükünü düşken boldu. Depekana kadar üzerine tutup alalık ben. Hay, cep kıla To'shay. Sen bizden pullarımızla muşunda kalemden kuyacağım sen. Ha? Hey, ben senden bir sorup bakay.
Sen paypığa toşayım mı, kongaltak toşayım mı? Hay, tuprak ilgisi. Bana bunda kopal tegmen. Ha? Eli bakar ziyan tatıp kalırsanız. Oy ha. Ben sizge çıraylık düşendirdim. Ha. Biz pullarınızı buraya ketkinimiz yok. Ha? Yani nurgun mallarını sizge yeri bahada düşürüp verdik. Hoca ne? Mesele delmiş ede. O bosuma muşu mallarını kanda kılıp setip çıkarışta. Ha? Ben sizge bir mesleğet göstüm. Eğer ayağınız çıkınla koşulsanlar, ayağına 50 milyon tapşırsanlar. Ne? Vay, dadisi ötep kalgan. Toşay malım, kıytılmamdıgan, kıytılmaz. Dadisi, kan çıkıran şu haka kılaylı. Ne bu temin be? Manı kıl be. Amma. Hay, nimanda kotul davırsan sen? Yüzüm. Bak şu koltuğu digenini anlam sen. Bak gep bir kulak ışıkke. Ma umut etkendi koyuzu çıktırsın, iri gep kandı koydu çıktırsın. Vay, nehrek turup gep kalgan. Vacan. Efendim, ben sizge bir mesleğet göstüm. Bana işinin. Eğer siz Toşehir oyunu kabul kılsanız da sizin kendisinde Audi, Volma, Lexus. Belki onun da dağlık maşından ilişkiniz gep yok. Kötüle anda maşinanı. Ben senin maşinlarına kuşta emesmen. Ben digen traktör edip üzerinin küçüğü tayinip yaşap girip atka edem. Ne repa onda akmaz derslerimine. Sen tulum yerde yalgandan paran kılıp ma, bizden aldığımı sen bakma. Ama malların uyandı ba, küzemde bir yukta şuna. Efendim, bu diyen bir soda taktiğisi. Ne mika? Soda taktiğisi. Vay senin taktiklerine. Hey, ben sana dapkay. Sen tulum yalgandan benim malım, benim hanım, binmese açtı, binmese taştı diyen saklı yapet şöyle bizden aldıma. Bizde anda karkusa kürep kalmış sen. Biz bunumuzdan aslında ağzımızdan yetmez. Uzun oldu ben senin peyni çüşküle. Bizge bizden aldı etmeden ham kıyalkın uktun var sen ha. Tursun toxta efendim. Ma Toşey malımның digini Hay, oysun. ne dediniz? Toşey malım dedi. Ağzınızı bir yumana fıkam. Hay, muyndağlı malım değil salayı tuşap da. Ben sizge desem kalan. Bizden resmi noç malımlarımız var. Malımlar bizden ballarımızı abdel terbiyelep cemiyette kuşap gibi tutu. Ulu kandaktör cemiyette davran silip, jar silip yümesden biz üçün, bak halk üçün küçük kırva tutu. Muşunda gep kıldınız. Ağılını hakiki malım deydiniz. Ağıl ne fıkam? Ağıl ne? Aşı malımını beşimizde kan çingiz gidersek erzik to. Yaksın adam malımını. Yakşı. Ben size gidesem, İyinindek. İşki tok adam malım da kışkırıp koysa, üzümlenmeyi kagar saranla, başkonun aldap kalksı otup duratı. Oldu bes. Karıganda, siz kız sözlep kaldığında kıp dursiz. Bolu da, sizden vaktiniz boğandı ki siz sözlevrim. Ben yanıla öz arzusunu amelge aşırış için tırışıp atkan şu kişilerle inig baray. Hoş emesi. Hoş, gitemsiz. Nege? Dur. Bakma. Toşey malım. Näge mağdınız? Başkalarının takdirini özgertkili. Siz başkalarının takdirini özgertmeyen demey turun. Bugün sizin takdiriniz özgerdi okşaydı. Kandak deysiz? Siz yakından beri başkalarını aldap yukarı salayet kirip başkalardan aldap çıkan meblağınız 26 milyon 300 milyon yendin. Oğuz. Hay, numus kılay, numus. Xlaşma görürmenlerime siz doğruluk nurgun inkaslarını kıgan. Muş neticede bizden məxsus görpümüzü bu işin izqollap tekşürüp atqılı xeli boğan. Biz münasebetlik orunlar bilen görüşüş arkalık sizge alakadar belli ispatlarını to'liq qo'lga tushadi. Mush ishdan chiqsangiz da jixiy o'rindagilar sizni saqlab turadi. Hay, sakçılar rast geldi mi ya? Rast kelib bo'ldi, hammasi bor deyman. Riyasat efendim. Xo'sh. Siz jixiy o'rindagilarni dastak qilib turib, menga taklif silib otamsiz? Ha? Men hech kimga majburiy mal sotqinim yo'q. Shu? Bularning hammasi o'z ixtiyorligi bilan mening mollarimni setib olgan. Ha? Siz jixiy o'rindan dastak qilib turib, menga qo'qon sololmaysiz. Men degan başkalarının arzusunu amelga oshirishga yordam qilgan. Shundaqla o'zimning arzusini amelga oshirgan odamman. Qonun oldida arzu, arman hech nima emas. Siz arzu, armanlaringizni qonun bo'yicha amalga oshirgan bo'lsangiz bu to'g'ri bo'ladi. Lekin siz hech qanday qiyinchiksiz, rasmiyatsiz holatda boshqalardan qonunsiz mablag' yig'dingiz. Demak bu ina xato. Shu. Kelishki babamay nimike? Hay, ağzın nima sen? Tutuşmagan başka. Riyasat efendim. Xo'sh. Siz mening rasmiyatimning bor yo'qligini qanday bilasiz? Ha? Rasmiyatni sizga ko'rsatdik. Ha? Jixiy o'rniklarga men o'zim tushuntiray. Sizlardek nadan kishilar gap qilganning foydasi yo'q. Beraman. Voy, To'shay malım. Nega? Meni emas, meni emas. Sakçılı var. Hey, Riyasat efendim, yağandı o. Voy, yo'q, hamma dalil Açsa koymayacağım iken o Riyasat efendim. Shu, rasul. Bir dakika şu gitme koy, yok oldu da ha. Yo'q, Rast sakçılı gitti.
Rahmat sizlarga maqma. Bu programma qilib kelmanlik bak rahmat. Ha, yo'q. Bu bizning qilishga tegishli ishimiz. Bizning cho'ng beg'amimizni hal qilib berdinglar ya. Hozir siz oyoq chiqib, darhol aloq masaj pulni oldigandan ishni qiling. Obdan, bu. Abi, seni demaganchag'ini shu gruppadagi hammalar biz tarafga bir o'tanglar bir dasturlansa. Rahmat vallahi. Bo'ldi, cho'qim boramiz. Biz manglan davsa. Rahmat. Ma'qul. Bular apulni atmiz. Shop bular. Ma'qul emsa. Yugur. Ekran oldida ko'rman do'stlar. Naq maydondagi tomoshabinlar. Programmamiz mana shunday sonsizlagan Tursun To'xta apandimlarga yordam qilishni maqsad qilgan. Programmaning shuari g'amlaringizga biz hamra. Ana qo's vaqt munosabati bilan programmamiz mushada oyoqlashdi. Ko'rpagan ko'rmanlarga tomoshabinlarga rahmat. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.